Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, qadrli do'stlar. Nihayat kutilgan Ramazon oyi kelib жетib, oxirina da kelib жетті, ham Ramazon g'ayiti, Ramazon bayrami kelib жетті. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam ayta, agarda siz urazani tutib, shin ixlos ko'ngil bilan Alloh taolo ishongan kelish, izgiliklar bilan uni mo'l qilsangiz, oxirinda sizni kuta Alloh taolaning ulug' bo'lagi. Ol bütün günahlardan arınu, azat bulu. Biz şatlana alabız. Bitti günahlarımız kıyıldı deyip şatlana alabız. Ama da lakin urazabızның qabul buldu mu yok mu? Koya tayanıp, nindi amellerge tayanıp eyti alabızsın. Biz ana Ramazandansın özübizni tutuşuğumuzga karata eyti alabız. Eğer de biz izgiliklerimizni günden gün arttırıp, agar da biz yaxshi yoqqa o'zgarsak Ramazon oyindansin, boshqalarga yordamimizni ko'paytib, marhamatligimizni tag'in da orttirib, tuganlik ilmtani nig'itsak, butun yoqdan yaxshiga o'zgarsak, ol vaqtda demak Alloh taolaning Qur'onda aytilgan amrine to'g'ri keltirib, bizning urazlarımızning qabul buluğuna bek zo'r ehtimal. Şuna ko'ra hurmatli jamoat, aydagiz tirishik, izgiliklar bilan shu Ramazon oyindansin, kunlarimizni, oylarimizni mo'l qilib, adım Alloh taolaga yaqinayirga nasib aylasin. Ham Payg'ambarimiz ayta, uroza tutishning ikki shodligi bor. Ol birinchisi og'iz ochganda, rizq oshaganda siyinir, shodlanir. Ikkinchisi esa Şuşu tutilgan urozalarının natijalarini ko'rganda tag'in da siyinishlar ko'proq bo'lar. Shunga ko'ra har birimizga da Ramazon oyining ulug' siyinishlarga ega bo'lib, shusha Ramazon oyining qabulligina tab bo'lgan bandalar arasida bo'lgan nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.